Assalomu alaykum. Yana Zarifa Rajibayevna. Men artiliya va zemalyubka to'g'risida gapirmoqchiman. Bu kompleksimiz qadimiy o'simliklarga asoslangan ayollar sog'ligi uchun mashhur formula bo'lib, asosiy ta'siri ayollar yallig'lanish kasalliklarida ikkinchi darajali yordam sifatida yordamga keladi. Jinsiy homiladorlik tizimi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Bachadon va tuxumdonlar faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hayz siklini me'yorlashtirishga yordam beradi. Tarkibi: artiliya, однобоковая боровая matka, zemalyubka. Ular o'zbek tabobatida ham ayollar salomatligi uchun mashhur. Женские капли EPAM 24 bilan birgalikda, ya'ni 24 bilan birgalikda iste'mol qilinadigan bo'lsa, mo'shni natijalarga erishasiz. EPAM tabiiy propolis asosidagi tomchilar ko'rinishidadir. Yordam beradigan yo'nalishlari: ayollar reproduktiv tizimi faoliyati, PMS, hayzdagi og'riqlarni yengillashtirish, ayollar gormonal balansga yumshoq ta'siri, asab tizimini tinchlantirishga yordam beradi. Tarkibi: o'simlik damlamalari, propolis ekstrakti, tabiiy efir moylaridan tashkil topgan. Qaysi biri qachon tavsiya etiladi? Gormonal fon, Vildiam, yallig'lanish, ayollar kasalliklari, artiliya plus zemalyubka, kompleks yondashuv, yumshoq qo'llab-quvvatlanish, teng EPAM 24. Agar xohlasangiz, bu mahsulotlarni bemalol qanaqa ichishlarini maslahati bilan birgalikda sizga yordam berishga o'tamiz. Agar mabodo sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizga bemalol telefon orqali chiqishingiz mumkin. Xrom lipaza va L-karnitin plus alfa lipoviya kislota to'g'risida ham sizga keyingi safar ma'lumot beramiz.